Bugungi gaplashadigan mavzuyimiz endi o'simliklardagi urug'lanish mavzusini gaplashib o'tamiz. Kameraga ham gapiraman, sizga ham gapiraman, quloq solib Bugun demak siz bilan 6-sinf, 9-sinf, 10-sinfda bitta qilib o'tamiz. Chunki 6-sinf, 9-sinf, 10-sinfdagi o'simliklarning urug'lanish mavzusini o'qib tugatgansiz, demak bilasiz. Shularni jumlashtirib o'tamiz bugun. Xo'p, demak o'simliklarda qo'shni urug'lanish qanday sodir bo'ladi? Ulardagi jinsiy hujayralar qanday hosil bo'ladi? Shularni gaplashib o'tamiz. Xo'p, demak birinchi bo'lib qo'shni urug'lanishni kim kashf qilgan degan savolga javob beraylik. Qo'shni urug'lanishning birinchi bo'lib S.G. Navashin tomonidan kashf qilingan hisoblanadi. Xo'p, endi qo'shni urug'lanishni bilishdan oldin biz dastlab gulni tuzilishini bilishimiz kerak. Demak, gulni eslasangiz gul bandi, gul o'rni, gul kosacha, aytaveramiz, gul toj, changchi va shuningdek urug'cha tashkil topgan hisoblanadi. Urug'chining 3 ta qismi bor edi. Tuguncha, ustuncha va tumshuqcha. Endi changchini ham chang donasi va shuningdek changchi iplardan iborat hisoblanadi. Endi mana shu chang donasini urug'chining tumshuqchasiga tushishi bu changlanish deb ataladi. Xo'p, endi changlanish ham o'z navbatida 3 turga bo'linadi edi. Sun'iy o'z-o'zidan va shuningdek chetdan changlanishga bo'linib ketadi. Endi chetdan changlanish ham o'z navbatida shamol, hasharotlar, sutemizuvchilar, suv va hokazo bo'lib bo'linib ketadi, to'g'rimi? Endi mana shu yerda savol, hasharotlar yordamida changlangan o'simliklar qaysilar edi? Olma, o'rik, do'lana, beda oqquray, g'o'za. To'g'rimi? Demak, shular hasharotlar yordamida changlangan o'simliklar hisoblanadi. Bizga chang donasini tumshuqchaga tushishi changlanish bo'ldi. Endi ulardagi jinsiy hujayralarning qo'shilishi esa urug'lanish deb ataladi. Endi dastavval tugunchani ichki qismida nimalar joylashgan shuni bilishimiz kerak. Demak, tuguncha dastavval demak tugunchani o'zi, tugunchani ichida esa urug' kurtak. Urug' kurtagining ichida esa murtak xalta. Murtak xaltaning ichida esa endi mana ikkita hujayramiz bitta bo'lib markaziy hujayra, mana yirikroq hujayramiz esa demak tuxum hujayra hisoblanadi. Demak, tugunchani ichki tuzilishi mana shu tartibda ketadi. Endi mana shu yerda markaziy hujayra va tuxum hujayra qanday hosil bo'ladi? Shuni bilishimiz kerak. Demak, dastavval urug'chining ichida megasporosit bo'ladi. Megasporosit. Megasporosit endi asosiylik bilan meyoz usulida bo'linadi. Meyoz usulida bo'linadi. Va meyoz usulida bo'linish natijasida bitta yirik, ikkita esa mayda hujayralarni hosil qiladi va bularning nomi endi megaspora deb ataladi. Megaspora. Endi megasporani uchalasi kichkinasi nobud bo'lib ketadi, kattasi esa endi mitoz usulida bo'linishga kirishadi. Mitoz usulida bo'linish natijasida ikkita hujayrani hosil qiladi. Ikkita hujayra yana mitoz bo'linadi. Mitoz bo'linish natijasida endi nechta hujayra hosil bo'ladi? 4 ta hujayra hosil bo'ladi. 4 ta hujayra yana mitoz usulida bo'linish natijasida endi 8 ta hujayrani hosil bo'ladi. 8 ta hujayrani 3 tasi bu qismda joylashadi, bittasi yirikroq bo'ladi, qolgan 2 tasi kichkinaroq bo'ladi. Markazida 2 ta. Chetki qismida yana 3 ta hujayra shu tartibda joylashadi.
va shu ikkita hujayramiz bitta bo'lib markaziy hujayrani hosil qiladi. Yirikroq hujayramiz esa tuxum hujayrani hosil qilib beradi. Demak, bu tuxum hujayra va markaziy hujayralarning hosil bo'lishi hisoblanadi. Demak, qarang, megasporosit bir marta meyoz bo'lingandan so'ng megasporani hosil qildi. Megaspora 3 marta mitoz bo'linish natijasida markaziy hujayra va shuningdek tuxum hujayrani hosil qilib berdi. Dastavval megasparasitning to'plami 2n to'plam bo'ladi. Endi u meyoz bo'lingandan so'ng to'plam n bo'ladi. Endi qolgan hujayralarning hammasi n to'plam bo'lib ketadi. Bularning to'plami ham n to'plam, lekin ikkita hujayra bitta bo'lib qo'shilib ketganda hisobiga markaziy hujayra esa 2n to'plamga ega bo'ladi. Tuxum hujayrasi n to'plam bo'ladi. Tushunarlimi? Endi chang donasidan demak o'sha vegetativ va generativ hujayralarning qanday hosil bo'lishini ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, chang donasining ichida dastavval mikrosporosit bo'ladi. Mikrosporosit dastavval meyoz ustida bo'linish natijasida, ya'ni o'sha meyoz 1, meyoz 2 bo'lim oladi. Bo'linish natijasida jami bo'lib 4 ta hujayrani hosil qiladi. 4 ta hujayrani hosil qiladi. Va 4 ta hujayrani hosil qilgandan so'ng endi bularning nomi mikrospora deb ataladi. Endi mikrosporani biz bittasiga nisbatan olamiz, hammasini emas. Bittasiga nisbatan oladigan bo'lsak, bu mitoz usulida bo'linib ko'payadi. Mitoz usulida bo'linish natijasida ikki xil hujayrani hosil qiladi. Generativ va shuningdek vegetativ hujayrani hosil qiladi. Endi generativ hujayra ham o'z navbatida mitoz usulida bo'lim oladi yana. Mitoz usulida bo'linishning hisobiga ikkita spermini hosil qilib beradi. Vegetativ hujayralar esa demak naychalar hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, shu bilan spermi hosil bo'ladi va vegetativ generativ hujayralar hosil bo'ladi. Demak, chang donasi hisob qilamiz endi. Chang donasi tumshuqchaga tushdi. Tumshuqchadan endi sekinlik bilan o'sha vegetativ generativ hujayralar hosil bo'ladi shu yerda. Endi vegetativ hujayradan naychalar hosil bo'ladi. Juda ko'p naychalar hosil bo'ladi, lekin faqat bittasigina ustunchadan o'tib, urug' kurtak esa murdak xaltaga kirib boradi. Kirib borgandan so'ng ikkita spermi ham demak naycha orqali kiradi. Bittasi tuxum hujayra bilan, bittasi esa markaziy hujayra bilan qo'shilib ketadi. Demak, tuxum hujayra plus spermiga qo'shilib zigotani hosil qiladi. Shuning aytib o'tman, megasporasitning to'plami 2n to'plam bo'ladi. Mikrosporaning endi meyoz bo'lish hisobiga n to'plam. Spermilar to'plami ham n to'plam bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, endi tuxum hujayra demak to'plami n to'plam edi, to'g'rimi? Plus spermi to'plami ham n to'plam. Qo'shilganligi hisobiga 2n to'plamni hosil qiladi. Demak, bu zigota. Zigotada 2n to'plam. Keyingisi endi bittasi markaziy hujayra plus spermi qo'shilib endi endospermni hosil qiladi. Men sizga aytdim, markaziy hujayra ikkita hujayraning qo'shilishidan hosil bo'ladi, n to'plamli hujayralarning. Shuni hisobiga to'plam 2n to'plam bo'ladi. Spermining to'plami esa n to'plam bo'ladi. Shuni hisobiga n to'plam 3n to'plamni hosil qilib beradi. Va siz bilgan o'sha meva hosil bo'ladi keyinchalik. Zigotadan urug', endospermdan esa mevaning etli qismi hosil bo'ladi. Va 3n, ya'ni endospermning tripletligini o'rgangan olim M.S.
Navashin hisoblanadi. Demak, S'ga Navashin qo'shimlashni kashf qilgan, MS Navashin esa endospermning tripletligini kashf qilgan olim hisoblanadi. Doimiy savolimiz S'ga Navashin MS Navashinda o'g'limi, MS Navashin S'ga Navashinda o'g'limi? S'ga Navashin ota, Navashin o'g'il. To'g'ri. S'ga Navashin ota, MS Navashin o'g'il hisoblanadi.